Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Nexia 3 avtomat korobkasi bo'ladi. 2019-yil 172 ming kilometr masofani bosib o'tgan ukalar. Mashina holati zo'r holat turibdi. Qimmat ledlar qo'yilgan. Cobalt diska 4 ta yangi yumshoq bo'lganligicha ham qo'yib qo'yishgan. Salonlarni ko'rsatib o'taman. Salonlar ham zo'r holat turibdi. Mes deflektor, multirulli qo'yilgan, zavodskiy zina holatlarida ko'rilib solingan ukalar. Temir gaz bo'ladi, ustonovka qilingan. Pisochni stoplar qo'yilgan. Texnik tomonlama ukalar hech qanaqa muammolar yo'q. Motor korobka hadoviy qismlarida ham muammolar yo'q. O'zini uchun bir qator polni tekshirtirib, proverka qildirib olasizlar. Kraska holatiga keladigan bo'lsa, 30-35% kraskalar bor ekan. O'zini uchun buni ham polni tekshirtirib, proverka qildirib olasizlar. Biz ham egalardan olingan ma'lumotni to'lig'icha sizlarga yetkazib beramiz. 2019-yil 172 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobka Nexia 3 mashinasi. Egalar nomerlarini qoldiraman, telefon qilib barik qilishingiz mumkin. Narxini $7400 oxir deyaptilar. Bemalol telefon qilib barik qilishingiz mumkin.